Kattalarni yoshlarga nisbatan stressga tushishi kamroq kuzatilar ekan. O'z joniga qasd qilish holatlari ham yoshi kattalarni orasida deyarli uchramaydi. Sa'diy hazratlari inson agar 100 yoshni mo'ljallab yashaydigan bo'lsa, 30 yili o'qishga, 30 yili mehnatga, 30 yili sayru safarga bag'ishlansa, inson uchun eng muvofiq yashash bo'ladi deb Gulistonda aytganlar. Insoniyat haqida, uni axloq haqida, endi o'sha Sa'diygacha bo'lgan insoniyatni odamiylikka qarashlarini juda zo'r ifodalab bergan. Agar odam 90 yil yashaydigan bo'lsa, bolalik, o'smirlik, yoshlik, yigitlik ayyomlar, to 60 gacha o'rta yashar odamlarni yashash sharoitlar bo'lib qoladi. Undan keyingisi endi jahongashtalik, miyasini, dunyo xalqlarini yashash tarzlari, madaniyatlari, tillarini o'rganib, urf-odatlarini o'rganib o'tkazishi kerak degan.